Assalomu alaykum hammaga. Men Fozilova Dilraboman. Men to'g'ri kasal edim. Yon atrofdagilarga muhtoj edim. O'shalar muhtojlik bilan yotar edim. Hozir Allohga shukr tayanchi mahsulotiga a'zo bo'ldim. O'shani ichib yurdim. Undan avval qo'l dorilar olardim. Больницada har 2 haftada Toshkentda yangi tashmida yotardim. Har 2 haftada. U menga foyda bermadi. Qaytamga battar bo'lsa bo'ldim. Lekin o'zimga kelmadim. Oyoq qo'lim ishlamasdi hech qayerim. Keyin men massaj olishim kerak edi. Massaj oladigan Aziz opam bor. O'sha Aziz opam men tanishiga a'zo bo'lganman, siz shuni olsangiz yaxshi bo'lib ketasiz dedi. Keyin men o'shanga a'zo bo'ldim, Allohga shukr. O'shandan olib men ichdim. 3 oy davomida ichdim, yaxshi bo'ldim. Men shu darajaga yetdim, bir marta massaj oldim, to'g'ri. Keyin shu bilan men shu o'tiradigan ahvolga keldim. Oldin yotar edim men. Divanda yotar edim, tura olmasdim, o'zimni ushlay olmasdim. Yonimdagilarga muhtoj edim, judayam. Shuni tayanchidan ichganimdan keyin oyoq qo'lim ishlab, biroz harakat bor. Endi bunday emas. Endi harakat bor. Mana o'zim ovqatim yeyman, ichaman, o'tkazib qo'ysa, unda ham yonimdagilar o'tkazib qo'ysa yeyman. Oldin o'tira olmasdim, boshimni ushlay olmasdim. Mana kraskaga umuman o'tira olmasdim. Mana qo'lim ba'zi bir sababga ko'ra operatsiya bo'lgan, to'g'ri, bitta tarafdan. Qo'limni ko'tara olmayman, ko'ryapsizlar. Xuddi shunaqa edim. Bu qo'lim yaxshi ko'taraman. Hozir yaxshi bo'ldim. Endi Xudo xolasa operatsiyam Xudo xohlasa bitsa, bunisi ham ishlab ketadi.